Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bugun sizga 5 ta qiziqdan qiziq savol tayyorlab qo'yganmiz. Mhm. Birinchi savolimiz: qanaqa qilib sartarosh bo'lgansiz? Qanaqa qilib sartarosh bo'lganman? Da. O'zi asli bu juda uzun hikoya bo'lib ketadi. Vaqtimiz ko'p. Vaqtimiz yo'qmi? Da. Voy. Birinchi bo'lib o'zi bu sohaga где-то 2010-yil kirganman. Mm. U paytda maktabda o'qirdim. Maktabda o'qirdim и meni amakimni o'g'illari bizda Namanganda ova deydi. Ovamlarning o'g'illari menga o'rgatganlar. Qanaqa birinchi maktabdan endi ularga soch oldirgani borardim-da doim. И очередной раз hali keyingi safar soch oldirgani bordimda, meni vaqt o'chirdim kelguncha ozgina kutib o'tirdim. И shunda e'tibor berganman, odamlar kelishyapti-da, gaplashyapti har xil temalarda, qanaqa desa bo'ladi, zerikarli emasda, o'sha vibe, o'zini vibe'i menga yoqqan. Вот. И keyin soch oldirish boshlaganimda shu akamlarga aytganman, aka, agar qarshi bo'lmasangiz, maktabdan keyin men baribir bekorchiman, yoningizga kelib o'rgansam nima deysiz? Yordam beraman, qarashib, yoningizda boloxonada o'rganib olaman desam, bo'pti deganlar. Shunda boshlangan hammasi. Keyin shunaqa holat bo'ldiki, 2012-yilgacha adashmasam, o'sha borib yurganman oldilariga, mazalari bo'lmay qolgan ekanman. O'tib qolganlar keyin. O'tib qolganlaridan keyin shundan keyin men polni tashlab yuborganman sartaroshlarni. Qanaqa deydilar, travma bo'lganda menda. Tashlab yuborganman, sochogim kelmay qolgandi ichidan. Kollejga kirdim. Kollejdan keyin institutga dokument topshiradigan momentda ekzamendan yiqildimda. 18 yoshda shunda. И haligi подростковый period bo'ladi-ku, o'zingiz bilmaysiz nima xohlayotganingiz. Da. O'sha momentda menga shunaqa предложение bo'lib qoldi. Taklif bo'lib qoldi tanishlarimdan. Rossiyaga kelmaysanmi deb ishga chaqirib qolishdi. 2016-yil. И hali joyda ko'p o'ylab o'tirmadim, shu bilan ketdim. Rossiyaga bordim. Rossiyada keyin ko'p vaqt boshqa sohalarda ishlaganman. Sartarosh bo'lib ishlash meni hayolimda ham bo'lmagandi. Hayolimda ham bo'lmagan. Nimaga? Chunki menda shu travma qolib ketgan. Men o'ylamaganimda sartarosh bo'laman deb. Shu planlar bo'lmaganligi uchun men boshqa ishlarga o'zim uraverganman. Birinchi ishlagan ishim Rossiyaga borib raznорабочий, грузчик bo'lib ishlaganman. 2 yil shunaqa bo'lib yurdik o'sha yerda. Undan keyin yana u kompaniyadan chiqib ketib boshqa joyga ishga kirdim. Yana грузчик bo'lib. Keyin ayda 2,5 yil ishladim. Brigadir bo'ldim, o'sha bolalarga qaraydigan starshi bo'ldim. И o'shunda tushunib qolganman. O'zimga o'zim savol berganman, точнее. O'zimga o'zim savol berganman. Men tayyormanmi shu butun umr shu hozirgi oddiy ishchi bo'lib ishlashga deb savol berganman. Bu savolni o'zimga o'zim berishimga bitta kitob sababchi bo'lgan. U kitob siz ham bilsangiz kerak. Robert Kiyosakining bitta kitobi bor. Boy ota kambag'al ota degan. Da. O'qigansiz? Da. O'sha kitobni o'qigandan keyin menda shunaqa savol paydo bo'lgan o'zimga o'zim. Men butun umr shunday ishlashga tayyormanmi, tayyor emasmanmi? Oddiy ishchi bo'lib, tushunasizmi? Вот. Undan keyin bitta ideya kelib qolgan, spetstexnikaga o'qiyman deganman. O'sha yerda o'qib, qiziqishingiz kuchli bo'lsa shunaqa ekanda, men kunduzi kechgacha ishlardim-da. Kechasi qor tozalaydigan pogrushchikni ko'rgansizlar, bilasiz. Rossiyada juda aktualniy shunaqa texnika. Shu texnikani o'rganaman deb kechasi bilan bir oshnamiz bo'lardi, og'aynimiz Ikromjon degan. O'shalar bilan kechasi yurardim tepa-teng. Ertamangacha ishlardi, ertamangacha o'rganib yurardim. Oxiri o'rgandim, o'sha texnikada ishlab ko'rdim. Har xil texnikada ishlab ko'rdimda, haligi katta oylik olyapman, qo'limda sanayapman, lekin qanaqadir maza yo'qda, tushunasizmi? Yurak maza qilmayapti-da. Tushunasizmi? Вот, shunaqa holatlar bo'ldi. И haligi joyda men o'sha bilmayman nima xohlayotganimni hamda, lekin energiya bilan qaynayapti. O'sha momentda meni tanishlarimning boshlig'i barbershop ochishgan ekan. Ular bilib qolishgan ekan, случайно bilib qolishgan, что men soch olishni bilaman. Bilib qolishganda, и ular menga svязga chiqib предлагать qilishgan, taklif qilishgan, biz bilan ishlamaysizmi aka deb. Вот. Keyin 2021-yil adashmasam, o'shalar bilan birinchi soch olishni boshlaganman. Sartaroshxonaga birinchi marta kelayotganimda o'zimga o'zim aytgandim, shuncha pullar orqasidan quvdim. Endi shunaqa zo'r master bo'laman, что meni orqamdan quviydigan deb o'zimga o'zim aytganman-da.
Вот. Xudoga shukr, shu niyat amalga oshdi-da. O'sha yerda qancha ishlagan bo'lsam, pul emas, o'sha mijozlarimiz doim bizni istab yurardi, telefon qilib. Shunaqa bo'lgan. Shuni orqasidan mana hozirgacha Xudoga shukr, shu ish orqasidan baraka topdik. Nimaga aynan shu kasbni tanlagansiz? Boshqa kasb tanlamagansiz? Qanaqa desa bo'ladi? Может, bunga shu narsa ham sabab bo'lganki, men shu amakimning o'g'illarida o'rganib yurgan mahallarim shularning duosini olganman-da. Shular duo qilganlar. Katta usta bo'lgin deb duo qilganlar. Endi biz yosh bo'lganmiz, bu narsaga e'tibor bermasdan ishga umuman bee'tibor bo'lib tashlab yuborganman, soch olish aytayman. Вот. Tashlab yuborganim uchun boshqa ishlarda ishlab ko'rdim. Hali qo'pol qilib aytganda haligi baraka topmadim-da. Kam bo'lmadik, ну, zo'r ham bo'lib ketmadik. Tushunasizmi? И boshqa ishlarda ishlagan joylarimda, masalan, skladlarda ishlaganimda o'zimga o'zim savol berdim. Aytdim-ku, butun umr ishlashga tayyor emasdim-da. Butun umr bag'ishlab yuboradigan, men uchun butun umr bag'ishlab yuborishga arziydigan yo'nalish emasdi. Tushunasizmi? Bu sohaga qaytganimda, shu sartaroshlikka, men уже kelajagimni ham ko'rishni boshladim. И haligi ma'no ko'rishni boshladim shu ishimda. Xudoga shukr, juda ko'p narsalar o'rgandik shu ish orqasidan. Tanish bilish orttirdik, hayotda issiq-sovuqni o'rgandik, odam ajratishni o'rgandik. Shuning uchun ham shu sohani tanlagan. Ikkinchi savolimiz, birinchi olgan sochingizni eslaysizmi? Eslayman. Aytib bera olasizmi? Birinchi olgan sochim o'zimni родной ukam bor. Родной ukamning sochini olganman. O'zi ham juda yaxshi eslaydi. Shu yangi borib yurgan mahallarim, shu menga akamlar aytganlar-da, Akram akamlar aytganlar, sen уже uyda og'aynilaringni, oshnalaringni yoki ukangni sochini sekin-sekin olib, o'rgangan narsalaringni praktika qil deganlar-da. Bo'pti deganman-da, men ham uyga borganman. Ukamda kichkina bola edi, где-то 6 yosh, 7 yosh bola edi-da. Ukam boshdan qarshi bo'lgan. Akam o'zi kerak emasdir deyapti-da. Yig'lab, men majburlab berib o'tkazib, sochini olishni boshladim. Bir mahal уже nimadir boshqacha не то ketyapti-da. Bir mahal keyin yig'i sig'ila bilan shapkasini kiydirib issiqda velikka o'tkazib, akam oldilariga borganman keyin. Borganman. Akamlar o'zlari to'g'rilab, xatolarimni tushuntirib, keyingi safar bu xatolarni qaytarmagin deb turib, menga maslahatlarni berib, yo'nalish ko'rsatib, keyin jo'natib yuborgan. Ikkinchi olgan sochim o'zim dedamlarning sochini olganman. Kim? Dedamdan. Ada deysizlarmi? Da, ada. Bizda deda deydi. Dedamlarning sochlarini olganman. U ham sal neudachniy bo'lgan. Neudachniy bo'lgan. O'sha kuni to'yga ketayotgan bo'lganlar. Qandashimiz. Hozirgacha ham o'zlari eslab aytib beradilar. To'yga ketishlari kerak bo'lgan. Menga keldi-da, o'g'lim sochimni sal tekislab qo'ygin dedilar. Ha, bo'pti dedim. Uverniy bir mahal boshladik. Oldin bitta katta nasatkada olishni boshladim. Qarasam o'xshamayapti. O'zlari ham aytayaptilar, "Cho'ta nimadir, neto'mi?" deyapti. Keling boshqasida olamiz dedim. Boshqa nasatkada olyapman. Xullas oxiri podmashinka borganman. Tagidan olganmiz. Keyin do'ppini bostirib to'yga ketganlar. Birinchi ikkita olgan sochim hozirgacha esimda. Hali как будто kecha olganman. Siz yaqin insonlaringizdan boshlagan ekansiz. И yana savolimiz, sartarosh sifatida qilgan xatolaringiz. Endi mana boshlayotgan odamlar endi boshlaydi-yu kasbni shu kirayotganda, ular ham shu xatoni qilib qo'yishmasin deb siz aytib bera olasizmi o'zingiz xatolaringizni? Xatolarim o'zi asli juda ko'p bo'lgan. Juda ko'p bo'lgan. Birinchi qilgan xatoyim menga o'rgatayotgan odam mana shu narsani qil deganda, qilmasdan oldin hozir buzib qo'yishim mumkin degan fikrni o'ylash. Bu ham xato deb hisoblayman. Hali qilib ko'rmasdan oldin buzilib qolishini o'ylayapsiz, negativni o'zi o'ylayapsiz. Bo'ladigan ishingiz ham o'xshamay qolishi mumkin. Shuning uchun birinchi beradigan maslahatim, bitta ishni qilib ko'rmasdan oldin o'xshamasligi haqida o'ylamanglar. Faqat harakat qilinglar, pozitivni o'ylashga, yaxshi o'ylashga. Ikkinchisi, buni sartarosh lozim tushunishadi. Sochni oxirida sochni kichkina tarchat qilgan sochlar chiqib qoladi-da. Biz shuni shlifovayt qilamiz. Mashinka bilan ustini tarchat qilgan sochini olib tashlaymiz.
Shu texnikani men endi o'rganayotgan momentimda shunaqa bo'lganki, qo'lim qaltirab ketgan. Shunaqa bo'lgan oxiri ozgina yama qilib qo'yganman. Ha. Yama qilib qo'yganman. Yo klientlarim lekin Xudoga shukr, shu xatolarni ko'rib turib ham, bilib turishsa ham shunaqa ishonch bildirish kerakki, shu klientlarim orasida 3 yil kelib menga постоянно klient bo'lib qolganlari bor. 5 yildan beri oldirib yurganlari bor. Uni o'ylayman, sababi shu meni harakat qilayotganimni ko'rishgan, o'sayotganimni ko'rishib, menga yana imkon beraverishgan. Tushunasizmi? Ikkinchisi. Uchinchisi ko'pligidan даже eslolmayman. Keling, undan ko'ra bitta maslahat beray. Ha, maslahat berib qo'ya qoling. Zo'r bitta maslahat beray. Yana shu boshdagi maslahatga qaytamiz. Xato qilishdan qo'rqmayni. Nimaga? Men bitta qilgan xulosam shuki, shu xatolarni hammasini eslab chiqsam, har bitta qilgan xatoyim meni kuchliroq bo'lishimga yordam bergan. Shuning uchun har bitta qilayotgan xatoyingiz bu sizni kuchliroq bo'lishingizga sababchi bitta-da bu. Dars deb qabul qilsangiz, xatodan qo'rqmay qo'yasiz. Shuning uchun zo'r master bo'lishni xohlasangiz, qo'lingizni kesib olishingiz mumkin. Juda ko'p uchraydigan haligi holatlardan biri yangi masterlar qo'lini kesib olishi mumkin-da. O'ylaydi, bir marta, ikki marta kesadi-da, bu meni ishim emas bo'lsa kerak deyishadi-da. Haligi nima deydi? Ishdan ko'ngli qolib ketib qoladi. Yo'q. Bizda ham bo'lgan u holatlar. Juda ko'p kesganmiz. Qo'limizni ko'rsangiz, shu yerlar shiram bo'lib ketgan, chandiq bo'lib ketgan. Bu har bitta kesganimiz bizni kuchliroq qiladi. Har bitta qilgan xatoyimiz bizni kuchliroq qiladi. Shuning uchun xato qilishdan qo'rqmang. Har bitta xatodan to'g'ri xulosa chiqarib gazini bosing. To'g'ri maslahatlar bo'ldi. Keyingi savolimiz, shu yillar davomida sartaroshlik sizga nimani o'rgatdi? Bo'lma, karyera davomida deyapsiz-da? Da, yillar davomida. Birinchi o'rinda men oldin yoshligimda juda uyatchan, birov bilan gaplasha olmaydigan bo'lganman-da. Hamma bilan ham chiqishib ketavera olmasdim. Shu sartarosh bo'lib ishlashni boshlagandan keyin odamlar bilan muomala qilishni o'rgandim. Yaxshi odamlarni, yomon odamlarni ajratishni o'rgandim. Keyingisi sartarosh bo'lib ishlaganingizda xohlaysizmi, xohlamaysizmi, svязь orttirasiz, tanish bilishlar orttirasiz. Sartarosh bo'lib ishlaganimda klientlarim, mijozlarim menga qoldirib ketayotgan puldan ko'ra, ularni menga o'rgatgan narsalari, bergan maslahatlari bu puldan qimmatroq edi-da, tushunasizmi? Men uchun juda arzirli, qimmat maslahatlar bo'lgan. Juda ko'p narsalarni o'rgatishgan. Shu ko'p mijozlarimiz tufayli mening fikrlashim, dunyoqarashim ancha o'zgargan, yaxshi tomonga. Yana bitta narsani tushunganman. Ruschada aytadi buni, совершенство не имеет границ deydi. Bu o'zbekchada aytganda mukammallikning chegarasi yo'q degan. Qachon odam o'sishdan to'xtaganda, o'sishdan to'xtaganda degradirovat qilish boshlaydi. То есть o'sish shunaqa narsada men uchun. O'sish ko'tarilib boradida, qachon to'xtaganingizda u uровень turib qolmaydi. Bu turmaydida, siz to'xtaganingizda bu tushishni boshlaydi. Tushundingizmi? Shuning uchun doim o'sish plankasi ko'tarilish kerak xolos. To'xtab qolmash kerak. Da. Rahmat bergan javoblaringiz uchun, maslahatlaringiz uchun. O'ylaymanki, yosh masterligi, barberligi bu juda foydali bo'ladi.